menga taxtani zo'ri kerak, menga pulni farqi yo'q deganlar uchun mana aka 80 ming so'mdan qilib beramiz. Yeni 14,5, qalinligi 3 ko'rsatadi, uzunligi 4 metrlik. Asqar aka yana bitta narsada. Hozir mana shu 27-yil bilan olinyapti mana shu video. 2026-yil. Shu aytilgan narxda qilib berasizlar obunachilar? Shu aytilgan narxda qilib beramiz. Ko'pchilik e'tiroz bo'lyapti-da. Yo'q, o'zgarmaydi, narxlar o'zgarmaydi. Ha, o'zgarmaydi. Biz u narxni boshqacha qilib aytib, boshqacha mahsulot yoki narxni boshqacha qilib aytib, klient kelganda narx ko'tarib ketgan degan narsa bo'lmaydi. Ohangaron shifrlarimizni aka 50 ming so'm qilib beryapmiz. Hop, posa shifrimizni 53 ming qilib beryapmiz. Olmaligimiz chist original 55 ming so'm. 12,5-13 ko'rsatgan razmeri standart 4 metrlik. 4 metrlik uzun. Taqda. Chiroyli qilinib, buning narxi 113 ming so'm qilib beryapmiz. 160 ming. Quruq, toza sasna aka ko'rsiz. 14,5 ga 4,5. 14,5 ga 4. Uzunligi 6 metr. 113 ming so'm qilib beryapmiz. 110. Mana aka yana bitta yog'ochimiz bu 17 ga 4,5 bo'ladi. 4,6 4,7 ko'rsatadi. Narxi 185 ming so'm beryapmiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, akalar, opa-singillar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Do'stlar, 27-iyul hafta kuni juma, barchaga jumayi muborak bo'lsin. 2026-yil biz Surxondaryo viloyati Qiziriq jahon bozoridamiz. Sizlarga yog'och, kurukli, taxta oyoqlarini obzor qilib beramiz, ma'lumot berib o'tamiz. Bizga bunda Asqarboy, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yordam berib ketadi. Asqar aka, o'zingiz ma'lumotlarni aytib o'tsangiz, yog'och obunachilarimizga qanaqa yog'ochlar bor? Shiferlar narxi necha bo'lyapti? O'sha haqida ma'lumot berib o'ting. Asqar aka, qayerdan boshlaymiz endi? Endi shu bir boshdan boshlab, bir boshdan boshlaymiz. Yog'ochlarning razmeri, narxi aytib ketaverasiz obunachilar aka. Mana aka 15 ga 5 razmeri 6 metrlik. 15 ga 5, uzunligi 6 metr. Sasnama yog'i. 6 metrlik. O 170 ming so'm. 170 ming so'm. Bo'lar joyi bo'lyapti hozir. Mana 4 metrlik, 6 metrlik yangi partiyada kuruklarimiz kelgan. Kuruklar. Mana o 15 lik razmeri 6 metrlik 350 ming so'm qilib beryapti. Qarang, buni endi diagonaliga nimasidan farq qiladi hozir? Razmeridan farq qiladi. Razmeridan farq qiladi. Nechiga nechi bu? Bular 15 lik ob'yom, diametr 15 ligi. 15 lik, ha? Diagonal 15 lik. Xuddi shunday. Bunisi-chi? Bunisi 11,5, 12 ko'rsatadi. 11,5. Buchi? Narxi 12,5, 13 ko'rsatgan. Endi bular narxi necha puldan aka? 15 lik necha pul? 6 metrlik 15 ligi 350 ming so'm. 6 metrlik 6 metrlik 350 ming so'm donasi. Donasi 350 ming so'm. Bu 12 ko'rsatayotgani 4 metrlik standart 4,10, 4,15 ko'rsatadi. Bular narxi 145 ming so'm. 145 ming so'm. Buchi? Bunisi 12,5, 13 ko'rsatgan razmeri standart 4 metrlik. 4 metrlik uzunligi. Ko'zsiz, mana ko'rinib turibdi, sifati ham silliqlangan taxta. Chiroyli qilinib, buning narxi 113 ming so'm qilib. 160 ming so'mdan. Mana aka 14 ga 4. 14 ga 4 yog'och. Toza 4, toza 4, mana aka ko'zlari yo'q, ko'zsiz taxta. 130 ming so'm 6 metrligi. 130 ming so'm 6 metrlik. Gap yo'q. Keyingi yog'ochimiz? Keyingi yog'ochimiz 10,5 ga 5,5 6 metrlik yog'och. Buni hozir klientlarimiz ko'p so'rab kelyapti, lagerlar uchun, keyin cherdak qismlariga. Buni 120 ming so'm qilib beryapmiz. 120 ming so'm. Xuddi shunday. Mana bunisi 12 ga 3,8 3,7 ko'rsatadi, 4 deyiladi. 12 ga 4 deyiladi, 12 ga 4 deyiladi, 3,8 ko'rsatadi. 3,8 ko'rsatadi. 100 ming so'm, 95 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 6 metr. Uzunligi 6 metr, ha. Necha pul qilib berasiz? 100 ming so'm sotilyapti, 95 mingdan qilib beramiz. Ko'p ob'yom olgan odamlar. Gap yo'q. Shuni olish kerakda. Ha. Xo'p, bular 19 ga 5,5, 19 ga 5,5, ha? Lispak yog'och, ha? Lispak yog'och. Xo'p, bularni og'ir yuk, barcha yuk tushadigan pergonlarga ko'pchilik so'rab kelganda, o'shani shuni olib qo'yganmiz. Bunday 5,5 6 ko'rsatadi, ob'yomi 19, 19,5 20 ko'rsatadi. 300 ming so'm qilib beryapmiz buni. 300 ming. Uzunligi? Uzunligi 6 metr. 6 metr. Qalinligi 5,5 6 ko'rsatadi, endi esa 19,5 20. Gap yo'q. Keyingi yog'ochlarimiz aka? Keyingi yog'ochlarimiz hozir polni xalqimiz orasida legenda bo'layotgan 6 metrlik, 4 metrlik kiyishadigan polovoylar. Hozir xalqimiz yaxshi o'rgandi o'sha polovoylardan qoqib. Bu ustalarga ham yengil. Ustalarga ham yengil, ham diagonal ham qurigan, ikki ish bo'lmaydi, bir ish bo'ladi. Bularda 12 ligi, 14,5 ligi, xo'p, 14 lik, qalinligi 2,5 3liklari bor. 2 ligi mana o 2,5 ligi, yeni 12 ligi 53 ming so'm beryapti. 2,5 ga
12 to'g'rimi? 2,5 ga 12, 53 ming so'm qilib beryapmiz. 53 ming so'm. Pachkasimi endi shunday? Donasi bo'ladi. Donasiga. Shunday. Bitta manasidan qancha turadi bu? Hozir nechta turibdi bunda? Bitta karobka. Bularda 6 tadan bor, bularda 5 tadan. Shunday necha pul ko'paytirib olaveradi-da 5 ga. Ha, tushunarli. Hisoblab beramiz o'zimiz metr kvadratini. Ha, yo'q, bizga bular 4 metrlik. Ha. O'shani 6 metrlik kerak desa, 70 ming so'm qilib beramiz. Yeni 12, qanligi 2. Donasi 70 ming so'm. Xo'p, 14 yarimliklarni 14ligi 70 ming so'm, 4 metrligi. Yeni 14 yarim, qanligi 2. 6 metrligi bo'lsa 100 ming so'm qilib beryapmiz. 100 ming so'm. Yo'q, uchligi kerak, menga taxtani zo'ri kerak, menga pulni farqi yo'q deganlar uchun mana aka 80 ming so'mdan qilib beramiz. Yeni 14 yarim, qanligi 3 ko'rsatadi, uzunligi 4 metrlik. Dimovka, Chornoy izlagan akalarimiz uchun uzunligi 4 metr, qanligi 2, yeni 9lik 25 mingga dimovkalar qilib qo'yganmiz. Donasi 25 ming so'm. Uzunligichi? Yeni 9, qanligi 2lik. Soni cheklanmagan, qancha ob'yemda bo'lsa topgan. Ya, uzunligi deya. Uzunligi 4 metr. 4 metr, ha? Bu quruq, toza saslan aka, ko'zsiz. 14,5 ga 4,5. 14,5 ga 4. Uzunligi 6 metr. 160 ming so'm qilib beryapmiz. 160 ming so'm. 160. 14,5 ga 4,5. 14,5 ga 4,5. Bizga hozir 4 metr, 6 metrlik kuruklar olib qo'ygandik. Hop, mijozlarimiz talabiga binoan 5 metrlik izlagan odamlar ko'p bo'ldi. 5 metrligidan olib qo'ydik. 5 metrlik ham keldi. 5 metrlik ham keldi. Qanligi 13 razmeri 250 ming so'mdan nechta bo'lsa topib beramiz. Gap. Hop, hozir xalqimiz uylarini pullayapti. Ichki tomonlarini pulloy uchun lagalar kelgan mana chiroylilari. Ko'zi yo'q, 4 metr uzunligi, qanligi 4, yeni 12. 60 ming so'm qilib beryapmiz. 60 ming so'm. Ha. Gap. Bunisi deyapman. Mana aka, yana bitta yog'ochimiz bu. 17 ga 4,5 bo'ladi. 4,6, 4,7 ko'rsatadi. Narxi 185 ming so'm qilib beryapmiz. 185 ming. 16 ga 4lik izlaganlar uchun mana aka olib qo'yganmiz. 19 ga 4lik ham. Buning narxini 180 ming qilib beryapmiz. Mana 180 ming so'm. Ha. Ko'zsiz, umuman toza taxta. Mana aka, katta partiyada shifr mahsulotlarini olib qo'yganmiz. Hozir shifrlarimiz 50 ming so'mdan 55 ming so'mgacha shifrlarimiz bor. 50 dan 55 gacha. Ha, 50 dan 55 gacha. Hop, Ohangaron shifr, zavod shifr, Olmaliq deysizmi? Hop, Quvasoy deysizmi? Hamma shifrlarimizdan mavjud. Katta partiyada. Endi aka Olmaliq, Quvasoy nech puldan? Hammasiga narxi birmi? Yo'q. Xo'p, Ohangaron shifrlarimizni aka 50 ming so'm qilib beryapmiz. Hop, Quvasoy shifrimizni 53 ming qilib beryapmiz. Olmalig'imiz chist original 55 ming so'm. Pechat ikki tomonida ham bori, olma rasmi tushirilgan. Ustalarimiz kelib tekshirib oladi. Shifr garantiyasini beramiz 5 yilgacha. Gap. Aka endi telefon raqamlarini aytamiz. Telefon raqamlar 93lik 568 8131. Qaytadan 93lik 568 8131. 93lik 668 8131. 90lik 569 4 7 77 raqamlarga telefon qilasizlar. Hurmatli obunachilar, akamiz telefon raqamiga bog'lanaverasiz. Manzilda aytib o'tib ketamiz. Manzilimiz mana shunday ko'pirdan o'tganingizdan keyin o'ngga burilsangiz, mana shu yog'och bozori. Yana bir lokatsiyamiz Zamon do'konining shunaqani ro'parasida joylashgan. Bog'lanaverasiz. Bizning kanal nomidan murojaat qilsangiz, kelishtirib qo'yroq qilib berishadi. Asqar aka, yana bitta narsada. Hozir mana shu 27-yilga olinyapti mana shu video. 2026-yil. Shu aytilgan narxda qilib berasizlarmi obunachilar? Shu aytilgan narxda qilib beramiz. Ko'pchilik e'tiroz bo'lyapti-da. Yo'q, o'zgarmaydi, narxlar o'zgarmaydi. Ha, o'zgarmaydi. Biz u narxni boshqacha qilib aytib, boshqacha mahsulot yoki narxni boshqacha qilib aytib, klient kelganda narx ko'tarib ketgan degan narsa bo'lmaydi. Gap, malades. Yana ham bitta narsa, bu yerda hech qachon dastavka degan narsa yo'q. Ekipga aytibsiz, dastavka bilan deb ko'pchilik keladi, yo'q. Shu narxni o'zida ortib berish bizning xizmatimizda bo'ladi. Dastavkasini o'zingiz qilib olib ketasizlar. Tushunarli.